3 bab. Bala Samuil Əlining ko'z oldida Parvardigorga xizmat qilib yurgan edi. U chaqlarda Parvardigordan kelgan vahiylar va g'oyibona alomatlar kam edi. Bir kuni kashda ko'zlari nihoyat xiralishib ketgan Ali o'z o'rnida yotadi. Parvardigorning ibodatgohidagi chiroq texi yenib turadi. Samuilmu ibodatgohda yotadi. Ahdi sandıqı bo'lsa shu yerda edi. Shu asnoda Parvardigor Samuilni chaqirdi. "Labbay, mana men" deb javob berdi Samuil va Alining yeniga yugurib keldi. "Meni chaqirgan edingiz, mana men" dedi. "Yo'q, seni men chaqirmadim. Qaytqin, berib joyingda yot" dedi Ali. Samuil qaytib berib yotdi. Parvardigor yana "Samuil" deb chaqirdi. Samuil yana o'rnidan turib Alining yeniga keldi va "Meni chaqirgan edingiz, mana men" dedi. "Chaqirmadim. Balam, qaytqin, berib joyingda yot" dedi u. Shu chaqcha Parvardigorning vahiysi Samuilga texi ayon bo'lmag'achqa, u Parvardigorni tonimaydi. Parvardigor Samuilni 3-chi qatim chaqirdi. U yana o'rnidan turib Alining yeniga keldi va "Meni chaqirgan edingiz, mana men" dedi. Ali shu chaqda bu balani Parvardigorning chaqirayotganligini bilib yetdi. Ali Samuilga "Berib joyingda yot. Agar yana chaqirsa, sen ey Parvardigor, so'z qil. Qulungning quliqi senda degin" dedi. Samuil berib o'z o'rnida yotdi. Parvardigor uning qeshig'i kelib, boyiqidek "Samuil, Samuil" deb chaqirdi. "So'z qil. Qulungning quliqi senda" deb javob berdi Samuil. Parvardigor uningga "Samuil, men İsraillar ishida shundoq bir ish qilmoqchimanki, uni anglag'uvchilar hang-tang qoladi. Shu chaqda men Alining oilasi to'g'risida aytgan so'zlarimning hammasini boshdan oxirigacha amalga oshiraman. Men uning oilasini mangu jazolaydiganligimni uningga aytgan edim. Chunki u o'g'illarining ig'ir gunohlaridan xabardor bo'lib, ularning menga kupurlik qilayotganligini bilib turuqliq, ularni to'smadi. Shuning uchun men Alining oilasi to'g'riliq qasam qildimki, Alining oilasining gunohlari har qanday qurbonlik va hadiyalar bilanmi mangu kechirim qilmaydi" dedi. Samuil tong otqucha o'rnida yetib, ondan turdi va Parvardigorning ibodatgohining eshiklarini ochdi. U bu vahiyni Aliga aytishdan qo'rqdi. Ali uni "Ey o'g'lim Samuil" deb chaqirdi. "Labbay, mana men" deb javob berdi Samuil. Ali uningga "Parvardigor sana nimalarni dedi? Mendan yoshirma. Agar hammasini aytmasang, Xudo seni ig'ir jazolag'ay" dedi. Shunga Samuil hech nimani yoshirmay, o'z ayni bo'yicha aytib berdi. Ali uningga "U Parvardigordir. Uning iroda qilg'ini amalga oshqay" dedi. Samuil cho'ng bo'lgan siri Parvardigor uningga yor bo'lib, u orqali yetkazilgan so'zlarining hech birini amalga oshirmay qo'ymadi. Shuning bilan İsrailiyaning shimolidagi Don shahridan janubidagi Beersheba shahrigacha bo'lgan zaminda yashaydigan butkul İsraillar Samuilning haqiqatan Parvardigor tanlagan payg'ambar ekanligini bilib yetdi. Parvardigor Shiloda o'zini davomli oshkor qildi. Ya'ni o'zini o'z so'zi bilan Samuilga ayon qildi. Bunun bilan Samuil
Parvardigorning vahiyisini butkul Isroillarga yetkizdi.